Asal, sizga bir haqiqatni aytmoqchiman. Nargiza bilan Davron don olishib yurishadi. Qaysi Davron? O'sha sizga uylanmoqchi bo'layotgan Davron. Agar ishonch hosil qilmoqchi bo'lsangiz, Davronni uyingizga chaqiring. Ikkalasini yolg'iz qoldirib, bir suhbatlarni eshitib ko'ring. Asal. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir 5 daqiqada tushaman. Xo'p. Dadajon, men ularni yolg'iz qoldirdim. Hozir ko'rasiz. O'zi aniqmi? Ha, dadajon. Ozgina kutinglar, iltimos. Mayli. Assalomu alaykum. Sekinroq. Ering qayerda? Ichkarida dam olyapti. Tepadami? Azizam, shunchalik to'y tashvishlariga berilib. Meni esingizdan chiqarib qo'ydingiz-a? Ishlarim ko'p. Lekin yurganimda xayolimda faqat o'zing. Keyin Asalni oldida menga unaqa qaramagan hop. Sezib qoladimi deb qo'rqaman. O'zingiz-ku menga suykalasiz har doim. Aytib qo'ying. To'ydan keyin bu chiroyli ko'zlaringiz faqat meni ko'rsin. Qayta eslatishing shart emas. O'zim bilaman jonim. Bilaman. Ha, bilsangiz yaxshi.